Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz lager şahidlaridan biri bo'lgan Qozog'istonlik Ömer Bekali efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Ömer efendim, qanımız xush keldingiz. Hoş bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Ben özüm 1976 yıl 30 aprelda Şarkı Turkistonning Turpan viloyati shahri dunyoga kelgan. Men to'liq oliy maktablarni bitirib 2006 yilgacha Qaramayda xizmatlarda bo'lgan. U yerdagi tengsizlik, adolatsizlik va har xil milliy kamsitish va bisimlar sababidan 2006 yilda Qozog'istonga ko'chishga majbur bo'ldim. 2006 yildan 2017 yilgacha Qozog'istonda tashqi savdo va sayohat ishlarida shug'ullandim. 2017 yılda xizmat munosabatlarida Urumchiga borganda ota-onani ko'rish maqsadida Turpan borgan kunning ertasi qo'lga ilinib 8 oy bu atamız hozir dunyo e'tirof qilgan irqiy qirg'inchilik masalasi bo'yicha shuni butkul dunyoga anglitishda 2017 yilning oxiridan boshlab anglitib ta hozirga qadar shu xizmatlarda bo'lyapmiz. Hozir Gollandiyada yashayapman. Yaqında Uyghur TV kanalının xabar qilishicha, Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi imzolangan viza kechirim qilish kelishmasi rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Sizce bu kelishimning Qozog'iston qanday foyda ziyonlari bordi? Bu kelishimniki foydasi qaraganda ziyoni intayin og'ir bo'lib, hozir Xitoyning iqtisodiyotning tashqi savdo va ichki savdosining butunlay cho'kishi va portlash holatlik va ishsizlik bir avjilayotgan paytda 5 milyonlab, 10 milyonlab Xitoy aqlanish qilgan bir paytning o'zida, ya'ni o'xshashli O'rta Osiyo mamlakatlariga, ya'ni Qozog'istonga bo'libmi vizasiz holatda milyonlarcha insonning eqib kelishi intayin bir cho'ng siyosiy tahdid. Buni xalqlarimiz tushungan bo'lsa-mu, ya'ni Xitoyning bu siyosiy tahdid dushmanligini tushungan bo'lsa-mu, ammo parxo'r bu bizdagi hukumat arboblari buni asla ko'masga silib, ularni qabul qilyotdi. Bununla faydası qaraganda ziyni intayin ko'p eg'ir masala. Hammamizning bilgandek Xitoylar ko'pincharoq Uyg'urlarni qurolsiz urush bilan yengdi. Ya'ni echib aytgan vaqtda hiyla nayranglar bilan, psixologiyalik besimlar bilan, osmonasiya orqali yengdi. Va ash usullar bilan hozirgacha faqat vatan ichida emas, vatan sirtidagi Uyg'urlarni qiynayotdi. Mushundaq turuqliq qarindishimiz bo'lgan Qozog'iston davlati sizcha Uyg'urlarning yashagandan, yashayotgandan dars olmadimi? Buningdan albatta dars eliqliq, ammo yuqorida deb o'tgandek, bizniki bu parxo'r chirklashgan bu hukumat arboblari har sohaniki butunlay ularga Xitoy iqtisodiy va pulga aldanib, setilib ketishlari sababidan bu bizning beshimiz kelayotgan bu kulfatlarni ko'rgan va bilgan bo'lsa-mu, endilar ko'z yumib qarab, xalqning noroziligiga qaramasdan Xitoy aqllarini kuniga 4 reys havo yo'li bilan 20 avtobus kuniga G'ulja, Almata avtobus bilan to'xtamasdan to'shyapti jiddiy holatda. Buning pat yaqinda ko'radigan intayin og'ir siyosiy tahdid va fojiali oqibatlarni kelib chiqishiga intayin sal qarayotdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqindan beri muajiratga bir qism Uyg'urlar vatanga berib urug' tuqqanlarni yo'qlab keladigan ahvollar sotsial medialarda ko'payib qoldi. Sizcha buning Uyg'ur da'vosi qanday ta'siri bor? So'zlab bergan bo'lsangiz. Butkul dunyo miqyosi Xitoy rahbarligidagi bu Kommunist partiyasining bu Sharq Turkistonga elib o'tgan irqiy qirg'inchiligi va shundaqla koronavirusni tarqatishi, Ukraina urushida Sovet tarafini qo'llashi dunyo tinchligiga og'ir tahdid solgan va ochliq normal ochliq nisga zo'r ta'sir ko'rsatgan bir paytda bu Xitoy din butkul iqtisodiy kuchi va qochish mumkinligi bor insonlar kechayotgan butkul Amerika va Yevropa butkul davlatlarniki bexatarlik idoralariniki o'z fuqarolarining eng birishini cheklayotgan shundoq bir paytda Sharq Turkistonda bir qirg'inchilik e'tiborlayotgan bir millatning xotirjam oshaga berishi sipi o'zidan bir munofiqlik, sotqinlik va jasuslikdan iborat bir og'ir qilmish. Bu kechirib bo'lmaydigan bir jinoyat. Bir necha yildan beri Xitoy kommunistlarining jazo lagerlarida va turmalarda yetib, shu zulmning ta'min tetigan Qalbinur Siddiq, Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, Sayragul Saudbay,
Janargül Jumatay, Gülbahar Xatıvaci, Gülbahar Celilova ve siz Ömer Bekali qatarlıq şahitlerimiz toxtumay guvohlik berip davayimizdan xalqara kun tartibiga kelishiga turtkilik rol o'ynayotsizlar. Yo'l echilibdi, vatanga berib kelsak deb bu qarindoshlarimizning bergan guvohliklarini yolg'onga chiqarib qolmasdan da'voning ziyonga uchrashi mumkin. Bu masalaga sizning ko'z qarashingiz qandaqdir? Bu masalaga mening ko'z qarashim nihoyatda aniq. Ya'ni bu 2-3 sotqin va munofiqning u yoqqa berishi bilan bu bizniki guvohliklarimiz va 5 yilning yoqqa ilib berilayotgan bu faoliyatlarning natijasi undan yo'qqa chiqmaydi. Chunki butkul xalqarada hozir Xitoy fashistlarininki intayin razil, pastkash, inson qalbidan chiqqan bir hokimiyat rahbarligi bo'lib, bu bizning Sharqistondagi xalqimizga irqchilik atpamasdan dunyo xalqiga irqchilik atparadigan bir harom bir niyati borligini dunyo to'lib yetdi. Ya'ni dunyoga bir tahdid ekanligini to'lib yetdi. Shu sababdan hozir Xitoyga Amerika va Yevropa butkul dunyo birlashib turib holatda hozir eng chong iqtisodiy zarbalarni beryapti. Siyosiy bisimlarni olib beryapti. Buni natijasini ko'ryapmiz, pat yaqinda ko'ramiz. Bu yil yaqinda ko'ramiz. Eng kechikanda 2024-yili buning g'alabalik natijalarini ko'rish oldida turyapmiz. Chunki Xitoy hozir iqtisodiy butunlay cho'kib vayron bo'lish oldida turyapti. Shu sababdan biz undan xotirjam va unga bo'lgan ishonchimiz bor. Biz qurol bo'lmasimi bizga ularga boshlaymaydigan ruhimiz bilan, tirishchanligimiz bilan va sunmas irodamiz bilan biz Xitoy fashlarini cho'qim yengalaymiz. Buning bizning ishonchimiz bor. Ularga shoirlarimiz butkul Sharq Turkistondagi xalqi va muhojiratdagi vatanparvar, millatparvar xalqlarda buning mukammal ishonchi bor. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Ömer efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar.